Hurmatli tomoshabinlarimiz, 3 xonalik kvartirani ko'rib chiqamiz. 2-qavatda joylashibdi. 77-seriya. Yaxshi, zo'r, zamonaviy ta'mir qilib sotuvga chiqarganlar. Mana shu eshikdan kirib kelamiz. Qarang, kattagina prixoshkamiz bor. Hop, 77-seriya pishig'ishli domlar. 3 ta xonasi bor. Mana bu tarafdan boshlanadi xonalar, skvoznoy planirovka. 2-qavat, lekin burchakda joylashibdi. Yaxshi hududda, vokzal, Uzgazoil zapravkasining orqasidagi domlar. Xo'p, kattagina prixoshka. O'ng tarafdan boshlaymiz. Mana bu joyimizda birinchi xonamiz. Bolalarga yotoqxona. Yana bitta kravatcha qo'ysa bo'ladi yoki 2 qavatlik kravat qo'ysak bo'ladi ekan. Akfa alyumindan turibdi. Derazalari hammasi 1 qavatlik oyna. Mana bu burchakka bitta shkaf qilsak bo'lar ekan. Yaxshi krasheni zamonaviy eshiklar. Xo'p, va mana bu o'rtamizda birlashgan sanuzli to'liq kafelda hamma sharoitimiz bor. Kir-yuvish moshina ham shida, mana radiatorlarim bor ekan. Hamma biladi, fortichkalari 77-seriyada bo'ladi. Va undan keyingisi kattalarga yotoqxona. Bu yerda ham texnika mebellarimiz va ta'mirlarimiz shunchaki ajoyib ko'rinishda. Pardalar, zamonaviy gilmlar, kravatlarimiz tayyor va mana bu joyda kattagina shkafimiz bor ekan. Ranglarni ajoyib tanlabdilar. Zamonaviy qilib mana bunaqa dag'al-dug'ul qilib remont qilgan ekanlar. Dekor plastlar. Xo'p. Prixoshkamiz, polimiz, parket hamma joyda va mehmonxonamiz kattagina, eng katta xonamiz mana shu bo'ladi. Yumshoq mebellar, hammasi yangi. Mana zamonaviy kartinkalar, katta televizor, hop, gilam hamda pardalarimiz hammasi yangi. Va bu yoqda oshxonamiz va balkonimiz joylashgan. Prixoshkada mebellarimiz bor. Mana prixoshkada kattagina oyna qo'yibdilar. Bu ham yaxshi. Oshxonamiz aslida shu joyda bo'ladi. Bu joyga mana bunaqa qilib xolodilnik va ovqat tayyorlash, har xil narsalarni qo'yadigan zona qilibdilar. Mana radiatorimiz ham bor ekan va 6 metrlik balkoni bor. 6 metrlik balkonni mana bunday qilib stol qo'yib yoki xom taxtalarni qo'yib, ovqatlanish zonasini qiladigan qilib qo'yibdilar. Akfa alyumin 1 qavatli oyna. 77-seriyada mana bu joyga ba'zilar kladovka, ba'zilar pishiriq zonasini qiladilar. Akalarimiz pishiriq zonasini mana shu joyga ko'chiribdilar. Bu ham yaxshi, derazasi bor, eshigi bor. Yopib qo'yasiz va bemalol xonamizga pishiriqlar hidi ketmaydi. Plita, moyka, vitishkamiz, hamma sharoitimiz bor. Mana shunaqa chiroyligina, akkuratni shundoq kiramiz va yashaymiz. Tayyor kvartiramiz sotuvga chiqdi. Samarqand shahar Uzgazoil zapravkasining orqasidagi domlar. 77-seriya, 2-qavat, 3 xonali kvartiramiz. Yangi ta'mirlar, hech kim yashalmagan. Xo'p. Pishig'ishli domlar narxini 72 ming deyaptilar, hamda ipotekasi ham bor ekan. Qiziqqanlar tezda aloqaga chiqamiz.